شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, bugun darsimiz Sura Baqaradanki 247-oyatiga keldik. İlgirki oyatlerde Allah subhanahu wa ta'ala hayotlik va o'limning sahibi bo'lgan Allohning elchisi ekanligi, o'limdan qachish, o'limdan qutulolmaydiganligi, o'limga o'zini etish, masalan, janglarga kirish, qo'rqmaslik, botirlik, hayotni qilchilikmi ilgari, o'limni ilgari surolmaydiganligi, hayotning qisqa qilishga sabab bo'lmaydiganligi, har ish Alloh belgilagan taqdir bilan bo'lib, sekund oldiga, sekund keyinga bo'lmaydiganligi haqida to'xtalgandik. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo bizning shu qazo va qadarga, o'limning Allohning ilkida ekanligiga ishongan bir mu'min bo'lish sifatimiz bilan bizni jang maydonlarida sabit turishga, Alloh yo'lida urush qilishga va o'zimizning jonini fido qilgandan boshqa iqtisodimiz orqali jihad qilishga bizni rag'batlantirdi. Bu araliqda bizga shu Banu Isroildagi bir bo'lak kishilarningki Alloh yo'lida urush qilish masalasiga qarata tutgan pozitsiyasini bizga misol qilib so'zlagan. Ya'ni shuning davomlashtiramiz bugungi oyatda. Estaizu billah. Va qala lahum nabiyuhum innalloha qad ba'atha lakum taluta malika. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Banu İsrail'e öz vaqtida payg'ambar dediki, Allah subhanahu va taolo sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi. Bular javoban dediki, nimda podshohlik uni bo'ladi ekan. Nimda u bizga podshoh o'g'idek. Halbuki biz ma podshohlikqa buningga qaraganda eng haqli. Buning hech qanday bir mol-mulk bo'lmasa, qo'l ilkida qutluq bo'lmasa, uni bir puldor boy bo'lmasa u. Payg'ambar dediki, Alloh uni sizlardan yuqori qildi. Sizlarni tanlamay uni tanladi. Uningda ilm jihatda, jism jihatda Alloh kamchilik berdi. Ya'ni ilm jihati sizni yuqori qildi, jismoniy qad-qomat jihati sizni buyuk qildi. Alloh o'zini xalqqa odamga berdi. Alloh fazli marhamati kangri, hamma ishni bilguvchi zotdir. Oyatning qisqacha tarjimasi shu. Yuqorqi oyat tilga ilingan kishilar o'ziga bir Alloh subhanahu va taolodan podshoh belgilab berishni payg'ambardan so'ragan kishilar shu. Bular payg'ambar kelib, "Mavsulning podshohing olsun, bu qatimliq jangga mush podshoh qo'mondonlik qiladi" deb bersa bo'ladi. Ammo Alloh bunga ehtirom ko'rsatdi. Ehtirom ko'rsatib, payg'ambarning bunga bergan xabarida "Men sizlarga ma'nosiga podshoh qildim" demasdan, Alloh sizlarga Talutni podshoh avatdi deb ma masalani Allohga nisbat berdi. Bu Banu Isroilga qilingan bir ehtirom ta'siri. Chunki ma payg'ambarimiz Banu Isroilning ichidan men mani tanladim desa bo'ladi, lekin shunda olsa-mu o'zi shularning ichidan bo'lg'ach, bularga bir ehtirom yuzidan Alloh tanladi deb
Allah evet deb ma şekilde ifade edilir. Bu başqalarga söz qilish, başqalarga xitob qilishdagi payg'ambarlik adab axloqining bir tajallisi. Adab axloqining tajallisi. Undan boshqa bularni ko'nglini shunday bir xotirjam qilish. Ma Talutni podshoh qilish mening tanlashim emas. Allohning tanlashi. Siz bu masaladan xotirjam bo'linglar, chunki o'zi bir insonlarga o'xshash. İnsanlık meselesini maddiyemeden bıraklaştırmakçıyken mesele insanlık tefekkür, insanlık tallaşlarısını çıkıp ketken mesele şekilde göstermekçi. Yani men tanlamadım sizlerge demekçi. Kallanlığa kıl tilek şu bir kep kalmasın, men tanlamadım. Kim tanladı? Allah tanladı. Ama Banu İsrail üzüge körüstülgen bu kadar ihtiramga qanday cevap qaytırdı? أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سِعَةً مِنَ الْمَالِ. Şunca ihtiram bilen muamele kılınan bu insanlar edepsizlerce muamele kıldı ki, kendini çekinip aldı ki, meseleni söyledi bu yerde, meseleni adattaki meseleye aylandırıp aldı. Nimde o bizge padişah oldu. Aslında bu Allah'tan gelgen buyruqtu. Allah evet degenden keyin tugidi. Mesele din meselesi aylandı, ibadet meselesi aylandı. Allah olgan bendişilik üstüden sallallahu aleyhi ve sellem. Lekin meseleni bular dini, ibadeti şekilde sırka çıkar. Meseleni zahiri, insani tefekkür, insani ölçemini septurup cevap olatıdır ki, nimde bu bizge padişah oldu. Biz onundan haklıq. Onun bir pulusu mu yok adam tusa degandek ma şekilde cevap koydu bu insanlar. Yani asli bularning maqsadi. Bularni boshqa o'g'idek yuzi va boshqa o'g'idek pulusi va adamni maqsad qilmoqchi bo'ladi. Asli bular o'zining ilohiy bo'lgan Alloh tarafidan belgilangan bu podshohning o'zimizning manfaatiga bo'ladi degan bir hukm kallasida o'rnashi kerakdi. Çünkü Allah bunun menfaati üçün Muşulunun cengde g'alaba qilish uchun tanlab bergan bo'ladi. Çünkü so'g'on vaqtida bizga bir podshoh qilib bersa deb jang qilmoqchi bo'ladi. Allah tanlab berdi. Tabiiyki Allah tanlag'ini hargiz jangda yengilsin deb tanlamaydi. Manda tushunish kerak bo'ladi. Nimda bunun foydasiga, manfaatiga tanlangan bir ishni xuddi o'zining ziyniga tanlangandek muomala qiladi bular. Bu insanlardaki başka okşamagan bir tefekkür ifadesi. Yeni bir nokta. Ayetteki enne yekunu lehul mulku aleyna. O kandağa bizge padişah olur o. Degen gipiden biz bir nokta düşünüyoruz. Yani Talut, o padişah belirlengen Talut. Şu cemiyette padişah bula, miki dep qarılayotgan kişilerin qatarındayız. Adette bir cemaat yoki bir jamiyatda bir rahbar saylamoqchi bo'lsa, rahbar tanlamoqchi bo'lsa, cho'qim hammadan qillis keladigan necha nafar odam bo'ladi. Bir rahbar saylaydi deb qo'yguncha, burundan tortib 100 obro'yliq yoki pul mol mulkichi yoki ish qilib boshqalarning ko'zi tushgudek bir taraf bor, necha 10 odam cho'lpon bo'lib o'tirib chiqadi. Kishilarning qillisi shu odamlar orasida tanlash shaklida aylanadi. Bu insanlardaki normal ahval. Talut del şu xil şekilde qatarıdı, kişilerin qatarıdı. Seni hiç kimden kalırsın Talut buna deb o'ylamagan gap. Aramızdan bulamiki, ma bulamiki, ya men bulamiki degan xiyoldan turayotgan gap bu. Aksicha osmonning tanlashi ma kishilar ko'zlagandan aksi bo'lib qoldi. Bu adamlar herkes Talut padişah olab o'ylamagan nima? Bu bir odatdagi odam. Kishilarning qalbida padişah nomzodimi o'ylanmagan. Shunga mavla beklarlarda tuyuqsizlik his qilib, anna yakunu lahul mulku alayhi. Unda bizga padişah bo'ldi. Qanday padişah bo'ladi bizga? Degan ma shakldagi inkas qaytaryapti bular. Endi shu vaqtida Banu İsrail ikki sinf kishilar edi. Birisi
payg'ambar nasliga tutishadigan Bunyaminning nasliga tutishadigan kishilar. Yana birisi shu podshohlik mana huquq jamiyatining huquqini tutayotgan nasl Lavqni Yaqub deb uning Yaqub alayhisolamning bir bolasiga tutishadigan nasl. Endi va payg'ambar Mavloga Alloh sizga bir podshoh avatdi degan vaqtda kallas qitilgan narsa shu nasab tizimligini izlaydi demekdir. Podshoh bo'lgandan keyin podshoh nasibini podshoh bo'lgan nasabdagi kishilarni izlaydi bu kallaslar. Shunda Talutning ismi chiqqandan keyin qarasa ya nasabdan emas, ya ma nasabdan emas. Ya payg'ambar nasabidan emas, payg'ambar chiqadigan nasabdan, ya podshohlig'an nasabdan emas. Shunga o'xshab bular buni g'arib nisbati qana podshoh bo'lishga. Ya'ni bu yerdan biz bir nuqtani yana tushunsak bo'ladi. Bularning maqsadi shu vaqtdagi vaziyatga munosib bir odam izlashimiz. Balki o'zining ko'ngliga munosib bir odam izlash. Chunki ularning ko'ngliga chiqmay qoldi. Shunga o'xshab nima deydi? Endi podshohlik bizga. Biz podshohlikqa uningdan haqliq to'q. Ma shaklda inkas bildiryapti. Endi bu yerda podshohlik Alloh tarafidan odatdagi kishilarning qatoridan tanlandi. Yani Talut ular o'ylagan kishi emas, ammo Alloh tanladi. Bu shu demakki, sen birovni bir o'ringa tanlagan vaqtida uning nasli, yuz obro'yi, navbatdagi huquq imtiyozi seni oldirib qo'yadi. Cho'qim salohiyatli kishining eng yaxshisini tanlashing kerakki, hatto o'zing ishonchi qiladigan kishilarning qatorida. Yani demek çoğunu sen üzenge yıkın, üzen işini bulgan, vay mağu diyen bizge manda yıkın. Ya onu dinlemez. Fakat salahiyet noktasına asas tutallayız. Ayetin çıkıdığı okumuşu. Salahiyet meselesi. Sana yıkın bolsun, sana yıkın bolmusun. Sen onunla işence kılını. Senin menfaatingi kapalarla kılsın kımısın. Mesele şahsi meseleler bulmaya kalgan dikin. Ümmetinin meselesi olgan dikin. Cemaat meselesi olgan dikin. Muşu urunga. Kim en layık olsa şunu tanışın gerek. Meyli sen onu şunu layık da qarayat qara. İnsanların ki palanı, pukunu onu layık deyişi köp hallarda özünün menfaatlige maskeliş, kemeslikleri qarab buludu. Del ma noqtun Allah subhanahu wa ta'ala bizge qanaq qurvatıdı, yoritib qurvatıdı. Emret bunu unutup qalgan. Bular hazır muhtaj orun. Yani bir cengi kumandanlık kılıdığan bir orunu, bunun da iki xil süpetlik adam kılıdı. Birisi cengi yaraydıgan, pavul, kuşlu. Yani birisi cenginin ahvalini bildiğin kişi. Yani malumatı var. Bana bu iki süpet del Talut'tu var. Talut, pavul, küştüngür. Yani birisi bu cihette malumatı vattı. Ayette şuna başka, ayetin ahirinde وَذَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ Allah onunla köp bilim verdi. Sizlerden kadda kametle kıldır süperler vardı. Hem de ayetinin ki baş ahirine nezarı taşladığımızda Allah subhanahu ve taala Benu İsrail'e ihtiram bilen hitap kullandı. Allah sizlerge evet Allah sizlerge evetti diye vakitte Beni İsrail fəxrleniş gerek. Vay Allah subhanahu wa ta'ala biz için evet tuttu. Bir yerde Beni İsrail'ini herec de koyduğun, xicillik de koyduğun, ya ki küçük düşürdüğün olanı. Köz gülmediğin ehval yoktu. Ama bunlar özgü kılınğan hürmetini okumayın. Vay nimde bu bizge padişahı dedik. Vay biz degen onun yak degenden keyin gapning haqiqati o'tirib chiqdi ki bunun ko'ngli vaqtda ayılib o'tdamaynim dedi. Innalloha astafahu alayhi. Sizdan bu yaxshi dedi. Allah buni sizlardan ortiq tanladi dedi. Yani vaqtda ko'ngli yemedi. Asli ash gap bilan bo'ldi qilib alhamdulillah sallalloh degan bo'lsa
Allah'ın tanlığını kabul kıl diyen olsa gep tüketti. Onda da mesela nemiz padişah bunu. Muşu bizge padişah olan diyen ki lan gepini inik oturup tuttu ki sırfına bu sıldım. Noce yani. Nasıl tava. İstafahu aleykum diyen gep Arap dilde bunun makame tallanışıyatı sırf tallanmadan ama bu tallan diyen gep. Yani ben İsrail'in bu vakti yüzüne ayak otlar mıdır bu? Ahirisi deyik ki Allah bununla meyli cismani cihette yoki ilmi cihette sizden artıq bilim bergen degandan keyin sizlar bunun bilimiga yetmaysizlar. Sizning cismani jihatdagi kuch-quvvatingizga bununga yetmaydi debmi Bani Isroilni echib etdi. Biroq bir masalada biz ehtirom bilan muomala qilib, go'zal shaklda ifoda bildirgan vaqtimizda o'zini bilib, Uyg'ur tilida bir maqol temsil bor. Nadonga işaret, akıllıkı işaret degandek bir ifade var. Yani akıllık adam şunu biliveliş gerek aslında. Allah sizlarga taalluqni avat degandek Allah sallallahu aleyhi ve sellem biladi. Yani ko'chlar dedi. Bunda bizga padişahlık deb masalani texmi ayrısa qo'ydi dedi. Gapning aniq o'tirib chiqib qoldiki, sizlar bilan masala emasmi dedi. Sizning orangizda padişahlık deb adam yo'q dedim yerda. Layiq emas sizlar padişahlıkka dedi. Maul ayık dedi. Mesela ene uçuk aşkar oturup diyor. Ben İsrail ana muşu üzününki micaz tüfeledin maçta muamelaga qana qo'yadi, uçuradi. Allah subhanahu wa taala oxirisida masalanki nasabga, jamiyatdagi o'ringa, yuz obro'yga, huquqqa qaramaydiganligini, balki Allohning fazli marhamati ekanligini ifodalab, vallohu yu'ti mulkahu man yasha. Allah. Yani bir yerde ayetten çıkvatsa okum xuddi sen üzerine bu makamga münasip eden biz deb oylamak mı? Seni talep kıldığınız bir padişah talep kıldığınız man koyuvettіңler. Allah subhanahu wa ta'ala degendek men sizlarga münasip edeni tanlab turay degandek bir ifade çıkartdı ma'lum. Andikin ayetning oxirisida vallohu vasiyun alim. Yani Allah azza merhameti kengri, Allah hammani bilgichligini Allohning nazarida har maqomning bir sahibi va har maqomga loyiq gap va har o'rinning uzluchliq adami va Allah bu xizmatga kimning loyiq ekanligini, kimning yaraydiganligini nima Allah o tam biladi. Sizlar bu yerda qanday turni qilsanglar bo'ladi, atqashlik qilsanglar bo'ladi degandek ifode qanday bo'ladi chiqib. Mana shu gap. Allohningki tanlashini ya xushallik bilan, taslimiyat bilan, bandichilik bilan qabul qiladi, ya xorlik bilan, bechoralik bilan qabul qiladi. Bani Isroil dastlabki ifodani sallamna qabul qilgan bo'lsa, o'zining izzat, obro'yi, Allohning bo'lgan ne'mati go'zal, yorqin aks etgan shaklda tanlangan bo'ladi. Taqarışıvedi, mesela oturğuna ait iniq çıktı ki, bular yaramaydı. Bularning nadonlıqqa çıktı, bularning yaramaydiganlıqqa çıktı. Mesela bu şekilde ahirga çıktı. Kinki ayette وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الطَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Bani Israil'e peygamber dedi ki Talut'un padişah ekanligining yana bir belgisi Tabut sizlarga qachonlar keladi deydi. Bu to'g'ri so'z deymiz, ha. Tabutda Rabbinglardan bir aram baxshlik va bir huzur var ve Ali Musa ve Harun alayhissalomning jamiyati yoki shularga oid qolib qolgan asar qoldiqlar var. Tabutni malaikalar ko'tarib keladi. Bu sizlar uchun haqiqiy aniq bir ro'shan bir paket agar sizlar haqiqiy iymon etgan bo'lsangiz. Endi bu yerda bular Talutning podshohligiga qarta sal qo'sqidi g'omba. Mush podshohlarni bizga deganda. Sizlar bu podshoh qanday qoladi? Voy oramizda buningdan mo'cha odam tursa degandek ifoda o'g'achqa masalani texmo aniqlashtirib dalil paketi aniq shaklda o'rtaga chiqish uchun Alloh subhanahu va taolo Talutqa paket süptide, Talut'un üz tarafından tanlangan bir padişah ekanligiga paket süptide Tabutning keladiganligini bildiradi. Tabut degan nima onda bo'lsa,
tabut kilidu degenden tabut yo'qolib ketgan degan bir ma'no chiqadi. Ana bu oyatdagi tabut kilidu degandagi tabut nima? Tabut Qur'oni Karimda ikki o'rinda tilga birisi hozirgi biz o'qiyotgan oyat. Yana birisi Sura Tahoda Musa alayhisolamning onasi Fir'avnning quchqidagi buvoqni tutib o'ldirib etishidan qo'rqqan vaqtida Musa alayhisolamning onasiga xitob qilinib, "Anqzi fihi fit-tabut faqzi fil yam." Sen bunu sandıqda selip dengizga taşla degan bir buyruq var. Sura Taho'ningki 38-39 oyatda. Şu oyatda Musa alayhisolamni sandıqqa sal deganda şu sandıqni tabut deb ifodalangan. Me'adin bir tabut var, ayatin bir tabut var. Anda olsa biz ikki oyatni birleştirgan vaqtimizda ma tabut, şu tabut şu. Musa alayhisolam bu vaqtida anisi Fir'avnning askarlaridan qo'rqib selip dengizga tashlagan hiliqi sanduq tabut şu. Yani galiben ihtimal şu. Çünkü benim tabut dedi Kur'an'ın aktolsak Musa Aleyhisselam'ın anisi bu vaktini sağan sandık ne tabut dedi. İki tabut şu. Yani berdeki mesele xuddi ma ifodega qaragan vaqtida Musa Aleyhisselam Fir'avndan qutulgan bir tarix meselesi. Tarix meselesi. Şu Yahudilarga nisbeten bir qadrlashga tegishlik bir asar. Çünkü ma oyatdagi tabut kilidu. Tabutta Rabbinglardan bir dil huzuri var degan bir ifoda var ya. Odatda kishi o'zining o'tmishiga munosabatlik, o'zi ishongan dinga munosabatlik, o'zi ishongan tarixga munosabatlik dalil faktlarni ko'rsa, qalbi texmi rahatdir. Payg'ambar alayhisalom kelgan 900 yil ilgari sahobalar munda qilgan Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu anhular desa, biz Alloh qo'ygan haqiqiy iymonimizni belgiladim. Buningda qat'iy shubha qilmaymiz, ammo bir qism kishilarning kallasida bir xil nimadek bir afsona rivoyatdek. Hech bunda bir shaxslar hayotda o'tmagandek. Hamda shunda shu vaqtning o'zida yashagan bir asar atiqa, shu vaqtning o'zida qo'llanilgan bir ma'lum bir sayman asliyani, ma'o palanning pukunimiz desa, bir xil degandek bir xil tinimiz kengayishiydi. Ma'lum Yahudilarga nisbatan, Banu Isroilga nisbatan Musa alayhissalom bunning bir payg'ambari. Musa alayhissalom boshdan o'tkazgan bir kechmish tarixi bor. Musa alayhissalomning dengizga tashlangan, qutulgan, butunlay hammasi kishini o'tmishiga bog'lab, o'zi ketayotgan yo'l, o'zi ishonayotgan ishonchga nisbatan bir xil kuchaytirdi ishonchini. Oyatdan chiqayotgani shu yo'qolib ketgan tabut kilidu desh orqali Mavloga bir xil ishonch berish, qalb huzuri berish. Musa alayhissalom tushgan tabut mush ekanda. Endi bu shaklga vaqtda biz birinchi nuqtadan birini olamiz. Yani mush oyatning o'zidan aqida tariximizdagi buyuk ishlarga munosabatlik asar atiqalarga alohida ko'ngil bo'lish masalasi chiqadi. Hargiz bu buddistlik emas, bu kufrlik emas. Sahabalar Rasululloh yushungan g'arva Savr g'ari ömüçük to'lqilgan. Bu g'arlar shu yerda saqlanish kerak. Rasulullohga vahiy kelgan Hiro g'ari va bu g'ar shu yerda saqlanish kerak. Mumkin bo'lsa Rasulullohning yotgan uylari va hujurlari va sahobalarning yotgan uy hujurlari va bularning hammasininki biz ishongan tariximizga, biz ishongan voqeliklarga, hodisalarga munosabat taraf o'g'achqa ular saqlanib. Bular bizning aqidamizninki mustahkamlanishiga, o'zimizning ishonchga bo'lgan qalb rohatimizningki, huzurimizningki shakllanishiga ajoyib ta'sir va buni kelgusi bu faloni bunda bir shirkda e'tiqod qilinib qoladimi, o'p qoladimi, bu o'p qoladimi deb andish qilish hojatsiz. Bu shirkka tushib qoladigan, uni ulug'lab muqaddaslashtiradigan tarafni buning uchun turish kerak.
Onun ta'lim terbiye nasip. Ama tarihi münasebetli taraflar çokum qanday qilish kerak, saqlanish kerak. Şuna ma ayette qarasak, Ali Musa ve Ali Harun qoldirib qo'ygan ta'sir qoldiq narsalar va degani o'tmish tarixiga munosabatli bir narsadan kelganligi kishini xotirjam qiladi. Ya'ni malaikalarni ko'tarib kelgan bu tabut Banu İsrailga nisbatan muhim narsa va buyuk bir narsa. Ya'ni har asar atiqininki o'tmishga munosabatli bir taraf bo'ladi. Bo'libmi? Bizning diniy tarix, milliy diniy tariximizdagi qoldiq asar atiqlarninki bizning aqidamizninki mustahkamlanishi, ishonchimizning kuchlanishida ajoyib muhim ta'sir bor. Ya'ni Qur'on xuddi bu yerda demak istayki, asar atiqlarni qanaqalarni asraymiz. Bularni sho'patda qoldirib qo'yinglar. Buningdan vaz nasiyat ilinglar. Bu narsalar sizlarga o'tmishdagi sizlar ishongan iymon ishonchninki nimalarini ifodalarini asli sizlarga. Ma tabutmi yo'qolib ketgan tabut. Buning yo'qolib ketganligini nima desam, ma Banu Isroil ilgirki oyatlarimizda o'tgandek yurtidan qo'langan odam. Balvoqlaridan ayrilgan odamlar bu. Tabiiyki o'zining balvoqlari egulanmagan odamlar, dushmaniga o'zining yurtini taqib qo'ygan odamlar bu tabutni tabiiy taqib qo'yganligi. Chunki har qanday bir dushman bir davlat, bir rayonga hujum qilib kirsa, tunji qiladigan ishi shu rayonning o'tmishga munosabatli, o'tmishga bog'langan asar atiqlarni hamma vayron qilib, tarixini unuttirishga tirishadi. Shunga Banu Isroil minglarcha ilgirki oyatdagidek o'zining yurtidan qaytib chiqqan vaqtida u bolalarini elishga, qarindoshlarini elishga qodirlanmagan Banu Isroil tabiiyki tabutni alanmasligi bu aniq. Endi gapning o'ziga kelsak, yani Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga Talutni podshoh qildi. Bular Talutning podshoh bo'lganligiga sal ko'nglida norozilik yerim bo'ldi. Buning dalil pok sifatida bular muqaddas biladigan, bular cho'ng biladigan, necha yildan buyon yutirib qo'ygan tabut kilido dedi. Depilib fihi sakinatun. Bu kelsa ko'ngilinglar arom topib deydi. Alloh sizlarga mushar qilib bir xil rahat. Chunki na qarab o'zining o'tmishida u. Rostga emasmi unda shekilli. Chunki o'zining payg'ambari qutulgan sanduq bu. Nurg'un o'zi biladigan narsalar bor buningda. Ya'ni masalaninki osmon munosabat ekanligiga qalb arab. Asli masala emas. Degan bir g'ala shakllanadi. Yani bu maddi qalbni qana qiladigan, rahatlantiradigan maddi bir dalil pokning o'rnida kelgan narsa. Masalan, Osman radhiyallohu anhu o'qigan Qur'on bu bizga boshqacha bir tuyg'urdi. Masalan, shu Turkiyada Darul Xilofada, masalan, shu Topkapidagi muzixallarda Ali radhiyallohu anhu urush qilgan qilich qarab bir xil hayajonlanamiz. Chunki biz ishongan shu dinning katlari bo'lgan Ali radhiyallohu anhuning qilichini ko'ryapmiz. Fatima radhiyallohu anhaning chopini, Rasulullohning soqolining nimasi tuki, masalan, ularning hammasi nima desa, biz ishongan o'tmish tarixining rost ekanligiga texmi bir qitim qalbimizni qanaqildi oramdi. Biz ishonmaymiz emas, ishonamiz 100%. Ammo ma qalbni rohatlantiradi. Bu qanday turliqi bu narsalarni buni saqlaganlik, cho'ng bilganlik shirk yoki kufr u emas. Agar aqidaga ta'sir yetkazadigan darajaga borsa, uni ulamoni to'sish kerak, uni cheklash kerak. Ammo muqaddasatlar, asar atiqi tarixlar cho'qim saqlanish kerak. Chunki bu bizni o'tmishga bog'laydi. Biz ishongan ishonch, iymon, aqida, biz ishongan bu yo'lning rostligini bizga qanday qiladi isbotlaydi. Bu qalb huzuri. Oyatdan bizga shunday bir qanday qilyapti, ishorat chiqyapti. Boshqa ta Musa alayhisolatu vasallam ichiga silinib vaqtida dengiz tashlangan haliqi sanduqni Alloh subhanahu va taolo Talutning podshohligiga pokit sifatida bularni qishga akab bo'lib, buningda qalb huzuringlar bo'ladi. Alloh tarafdan sizga xotirjamlik degani mana ko'rib, deb bir xil qana bo'lasizlar, xotirjam bo'lasizlar deyapti. Xotirjam bo'lasizlar.
bu sandıqqa münasibətlik Ali Musa'nın, Ali Harun'un qaldıq təsiri var deyə, nurgun tarix var onun qoyuşulunğan. Onunla bağlanğan nurgun ötmüş tarix var. Bu kilitli. Tahmiluhul malaikalar bunu ətkilidir. Tabii ki malaikalar ətkiləyən nəsinin özü büyük bir köngül bölüşkə tegişlik nəsədir. Ki inna ayətə mulkihi əyyətəkum tabut. Matalının padişah ikənliginin ki pakiti tabut kılıdı. Tabutunu malaikalar ətkilidi deyil. Hem de ma ayetin yeni bir bizden şunu aldığım bir talebimiz tabut diye bir sandık. Bunu malaikalar ətkilidi. Malaikalar insanın gözüne görünmeydi. Malaikalar götürüp ətkilidi. İnsanın gözüne görünmeydi. İnsan şunda qarağa vaxtıda götürüvatqan malaikalarni kömeydiğen bu ağaçqa sandık üzü kəlgəndək, xuddi üzü kəlgəndək bir xil. Görünüdü gözge şunlaşqa ayetdeki ifade tabut kilidu deb ifade qılınır. Yani tabutun kilişini üzgün nisbət verib tabut üzü kilidu. An ayetning oxirida malaikalar götürüp durur. Malaikalar götürüp qilganlik ras. Malaikalar ko'zni ko'maydiganligi ham ras. Lo'anning xuddi sandiq o'zi kelgandek ifoda oyatda ham qanaqlangan qo'llanilgan. Endi bu ko'rinish sandiqning bir sandiqninki o'ziniki havoda laylab kelgan ko'rinishi cho'qim insonlarning qalbini qanaqa qilishga ertish kerak. Ularninki ya bu bizga qanday podshoh bo'ldi degandek sarkash inotligini qarshi chiqish psixikasini azroq bo'lsa-mu keyinga qanaqa qilish kerak, qaytarish kerak. Chunki ularning qishig'i kelayotgani buni cho'ng bildigan sandiq. Musa alayhissalom bu vaqtda silingan sandiq. Musa alayhissalomning Harun alayhissalomning tarixiga bog'langan, shuni bularga eslatadigan bir sandiq. Endi ba'zi mufassirlar sandiqda Ali Musa va Musa alayhissalomdan Harun alayhissalomning qilib qolgan qoldiqlar bor degan kelgan vaqtda sandiqda qilib qolgan qoldiq Musa alayhissalomning hassi deganlarni bor. Buni bo'lib chunki Musa alayhissalomning hassimi Yahudilarning Banu İsrailning tarixidagi o'chmas bir mo'jiza. Bu jilanga aylanib butun Fir'avnninki sahirlarning hammasini yutib o'tgan. Tabiiyki buni Musa alayhissalom sal qarmaydi bu hasiqanda oddiy has emas. Musa alayhissalomdan keyin qilib qolgan mu'minlar hargiz buningga sal qarmaydi. Buni chuqum alayda saqlaydi. Illaki shu yurtdan qo'lin chiqilgan vaqtda qilib qolgan bo'lishi mumkin. Shu sandiqning ichida bo'lishi mumkin. Bu hasa hem Kur'an'da malaikatlar qilingan narsa amaliyotda sandiqning ichida bo'lishi mumkin. Qur'onning Surah Tahaning 18-oyatlarida "Va ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asqi atawakkalu alayha" degan vaqtda hasning gapi alohida qanday qilinadi, tilga elinadi. Demak, nurg'un qissa va bu hasa haqida hasimi odatdagi hasa emas. Tabiiyki Musa alayhissalom bunga sal qaramaydi, undan keyingi mu'minlar sal qaramaydi, cho'qim alohida saqlaydi. Sandiqning ichida saqlashi mumkin. Bu sandiq shahar dushmanning qo'liga tushib ketgan vaqtda yo'q. Böyle tushib ketgan bo'lishi keyin va Talib podshoh bo'lgan vaqtda podshohlik rilib patisida sandiq kelib, sandiqda Banu Isroilga o'zining o'tmishini eslatadigan, o'zining muqaddasatlarini eslatadigan bir xil narsalar bo'lishi bu aniq. Allah subhanahu wa taala bu oyat orqali bizga nima deyotdi? Qalbida mashta bir ta'tir kesilyapti. Meseleni o'ng tushunmaydigan, meseleni davomli chigishtiradigan insonlar ko'p hollarda hissiy ilm taqdirlarga ishonadi. Bularni shu ma'busning podshohisi buni o'taza qanoat qilib unimay, qana qilib sandiq keldi, sandiqning kelganini, bu nima qilayotganini ko'rdi, sandiqning ichidagi o'z vaqtdagi Musa alayhissalomga Harun alayhissalomga munosabatlarni ko'rdi. Ondan keyin buni agar buningga ishonmasa, bu o'z iymonini qanoat qiladi. Hayatını tekşif baksı bulundu. Bu dereceki perikliklerinin ahvaliydi. Ondan keyin bu yerda Qur'onning hozir qilgan ifodasida gap mushay keldi, sanduq keldi deb tugidi. Arliqda nurg'un tashlangan mazmunlar var biz biladigan. Ya'ni bularga sanduq degan ekan, bular Talibning podshoh ekanligini qabul qildi. Talib bulgu podshoh oldu, bunu askar quvvatlab ep mangdi deb ondan keyingi mazmunda 249-oyatda Talibninki askarlarni ep mangan voqealigi buni qiladi, so'zlanadi. Inshaalloh bugungi darsimiz bu yerda to'xtaymiz. Talibninki keyingi qo'shinlarga qanday ishlarni qildiganligi,
qo'shnilarni nega qanday imtihon sinoqlarni boshini o'tkazdiganligi bularni hammasini kimsalik darsini so'zlaymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.